Choyxona podcast. Choyxona podcast. Muhtaram prezidentdan gaplashganingizda ichingizda qanaqa hissiyotlar o'tgan? Mana men ismimni aytdi dedi dadam. Mani o'g'lim dedilar. Siz kineyimga gelik podarka berdingiz. Yetishmovchilik, qornim to'ymay katta bo'lganman, unday. Kuchli erkakning orqasida kuchli ayol turadi. Albatta. Yaqinda ikkita gelik oldingiz-da, Xitoy mashinasida yuribsiz. Nimaga? Gelik yosh bolalar mashinasi ekanda, shunga gelik oldi, har xil videolar qo'yib anaqa qilar-ku. Kuchli tadbirkor bo'laman degan bolalar eng zo'r kommentariylar yozsin, ota-onasidan duoni olib yozsin, $200 beramiz. O'zbekistondagi eng yirik quruvchilardan biri Anvar Temirov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Anvar Temirov 1991-yil 26-iyunda Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida tug'ilgan. U 2014-2016-yillar davomida nonvoy bo'lib ishlagan. Ikkinchisi, Temirov 25 yoshida qurilish sohasiga kirib kelgan va 10 yil ichida qiymati $1 milliard dan oshadigan yirik yuksalish loyihalarini amalga oshirdi. Bugungi kunda O'zbekistonning 5 ta viloyatida 26 mingta xonadon qurish bilan shug'ullanmoqda. Uchinchisi, Temirov plita, beton, mebel zavodlari va avtosalonlarga egaligi bilan emas, balki odamlar uchun qilayotgan yaxshiliklar bilan ham tanilgan. U 70 ta boquvchisini yo'qotgan oilaning 150 nafar farzandini o'qishini va moddiy ta'minotini to'liq o'z zimmasiga olgan. Podkastni to'liq ko'rish uchun yaxshilab joylashib oling. Eng qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz yangi loyihaga start beryapmiz. Bu loyihaning nomi Choyxona podcast. Nimaga aynan Choyxona podcast va boshqa podkastlardan farqi nimada? Chunki biz bir piyola choy ustida mehmonlarimiz bilan o'tirib, hayot haqida, shaxsiy tajriba haqida gaplashamiz va bizda an'ana bor. Yangi loyihamizga birinchi bo'lib bizani ustozimizni chaqiramiz, Anvar akani. Assalomu alaykum. Nimaga Anvar aka? Chunki birinchidan ularning oyog'i yengil, bizani duo qiladilar va bizga shuncha narsa o'rgatganlar. Shuning uchun Anvar aka bizning birinchi mehmonimiz. Anvar aka kattakon rahmat bizning taklifimizni rad etmasligingiz uchun. Anvar aka, mana bir qisqa gapirib bersangiz. Meni o'zim ham Diyorjon kuni kecha aytib qoldi. Diyorjon bilan gaplashishdi, bir intervyu qilishdi, mazza qilaman rostdan. Ukam shunchalik shijoati, savollari shunaqangi savollarki, men o'zim ham xohlaymanki, shunaqangi savollar bo'lishini bir nima deydi, yomon savollar bo'lib, kibrga berilib, javob berilmaydigan, bir yaxshi, chin dildan suhbat qiladigan, bitta narsasi buningiz necha pul, buningiz necha pul bo'lmaydi. Shuning uchun mazza qilib, Xudo xohlasa, manfaatli bo'lsin. Hozir Diyorjonga ham aytdim. Shu boshlashimizdan oldin mana shu intervyuni ko'rib, ilohim yana O'zbekistonimizda minglab, millionlab millionerlar chiqsin. Bizlar ham shunga harakatdamiz, millioner bo'lishga. Charchamaysizlar. Rahmat. Xudo xohlasa, bugun nima tayyorlaymiz? Bugun Xudo xohlasa osh qilamiz. Men boya aytdim-ku sizga, men o'zim unaqa ovqat lyubiteli emasman, lekin pishirishni yaxshi ko'raman. Men ko'p ovqat pishiraman, просто jo'rlarim yemaydi. Shuning uchun pishirishdan anonim qolib ketgan. Bugun osh qilib beraman. Birinchi marta qilyapman lekin onam ko'rib turgan bo'lsalar duo qilib qo'yasiz. Xudo xohlasa zo'r chiqadi degan umiddamiz. Choyxona podcast. Birinchi savolimiz, yaqinda muhtaram prezident bilan suhbatlashdingiz. Bu bilan chin dildan tabriklayman. Menga juda katta motivatsiya bo'ldi, ibrat bo'ldi. Eng qiziq savolim bor-da. Muhtaram prezidentdan gaplashganingizda ichingizda qanaqa hissiyotlar o'tgan? Prezidentimiz bilan gaplashgandagi hissiyotlarni ta'riflashni o'zi qiyin. Chunki rosti orzuyim, bir eng katta niyat qilib yurgan narsalarimdan biri edi. Xudoga shukr. Xudoyim aytgan kuni bor ekan. Prezidentimiz bilan shu aytsam qanday qabul qilar ekanlar? Bizlarni ham shu aytgan narsalarni e'tiborga olar ekanlarmi deb o'zimda ichimdan o'tib kelganda shubha bilan kelasiz-ku. Shunchalik o'zini farzandi deb, o'zini endi bizlar ham farzandi, shu nechta yoshlar bo'lsa hamma farzandisi uchun harakat qilib qilyaptilar. Shunday samimiy Anvarjon deb qildilar. Vobshe yuragimda bor anavini o'tib ketdi. Shuncha nimalardir qilishga harakat qilgan bo'lsak, shu masalan to'g'ri moddiy tomonni ham o'ylaysiz, lekin otamni bergan tarbiyalaridan shu nima deydi, elimga, xalqimga ham, yurtimga ham nimadir foydam tegishi kerak deb harakat qilgan narsalarim
hammasiga juda katta rahmat olganday bo'ldimda. Hmm. Anvar deb ismda Bekor ishlamanman shuncha yil dedingizmi o'zingizga? shunday. Xudoga shukr juda bir boshqacha emotsiya, boshqacha anavlar bo'ldi. Maza qildim. Bundagi to'g'ri tabrik, har xil tabriklar bo'lgan. Tug'ilgan kuningizda, boshqa narsalarda o'sha kuni kechqurun uyga keldikda O'zbekiston telekanalidan berdi. Shunda otam eshitdilarda. Men Temirov Anvar G'ayratog'il dedim. "Voh, mana meni ismimni aytdi" dedi dadam. Mani o'g'lim dedilar. Shunaqangi xursand bo'lib, u emotsiyasi anonisi boshqacha bo'ldi. Men xursandchiligim. Men o'zi eng katta maqsadlarimdan biri bor. Eng katta maqsadlarimdan biri Xudo xohlasa davlatimiz rahbaridan otamga rahmat olib beraman. Qanday ma'noda? Yaxshi, zo'r, eng yaxshi narsalarni qilib, shunda o'zlari ko'rib, "Ey otangga rahmat, shunaqangi zo'r narsalar qilibsan" deyishlarigacha hali yana harakatni to'xtatmaymiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa zo'r. Yanvarga ko'rdimki, sizning taklifingiz ko'p quruvchilarning yo'lini ochib berdi deb o'ylayman. Nimaga aynan shunaqa taklif berdingiz? Ya'ni Endi taklif eslatib o'tsak. Bu qarang, hamma masalan quruvchilarimiz ko'p, juda 1000 kvadrat quradiganlar ham bor, 5000, 10000, 100 minglab quradigan quruvchilarimiz bor. Lekin hammalarimizda og'riq bor-da. Masalan, 1000, 2000, 5000, 10000 kvadratgacha bo'lgan narsani 2 yilda qurish hech narsa emas. Qurib shunday topshirish hech narsa emas. Lekin 10 mingdan ziyod bo'lgandan keyin uni qiyinchiligi, mashaqqati baribir yana 1 yil, yarim yil yordam bo'lmasa bo'lmasdi-da. Birdan sog'lig'imizga ta'sir qilib ketadi. Men o'sha kuni o'ylab aytdimki, prezidentimiz o'zi quruvchilarning bayrami bor. Avgustda 2-shanbasi. Shu quruvchilar uchun o'sha kuni bu ikkinchi bayram bo'ldi. Haqiqiy bayrami mana shu kun bo'ldi. Chunki quruvchilar uchun prezidentimiz 6 ta yo'nalish bo'yicha juda katta narsani ochib berdilar-da. Juda katta narsani. Shu bu narsadan bitta meni o'zim o'ylab bir hisoblab kallangizda birdan hisoblaysiz. O'sha paytda hamma biznesmen umumiy obuna qilsangiz bir yillik 15-16 milliardlik prezidentimiz shunday bitta quruvchiga sovg'a qildilar-da. Endi tasavvur qilib ko'ring, mendan katta quruvchilar juda ko'p-da. Juda ko'p. U quruvchilarga afshi katta bayram bo'ldi. Xudoga shukr. Zo'r sharoit haqida tushundik. Endi qiziq savol. O'tgan yili noyabrda 2025-yilda aytdingizki 17 mingta xonadon qurganman. Hozir ko'paydimi? Hali 17 mingtami? Yo'q, shu yil ham ko'paydi. Shu yil ham Xudoga shukr 5 mingtaga yaqin hozirgacha уже qo'shildi. Yangi loyihalarimiz, 5 mingtaga yaqin xonadonlarimiz qo'shildi. Endi Xudo xohlasa yil oxirigacha hozir Farg'onada juda katta loyihamiz bor. Farg'ona Mall degan oldida katta targ'ov sentr bor. U targ'ov sentr sotilmaydi. Oldida 4000 xonadonlik turar joy majmuasi bor. Umumiy maydoni 11 gektar bo'lgan joyga qilyapmiz. Ikkita biznes sentr, Farg'onada biznes sentrlar yo'q ekan. Shunaqangi yana bitta katta loyihamiz bor. Toshkentda yana 3 ta katta loyihamiz bor, Xudo xohlasa. Yangi Toshkentdan bu ham? Yo'q, yangi Toshkentda bitta, Sergelida bitta, o'sha avvaldan aytib kelayotgan rohat deydimi, Farg'ona yo'li deydi, hamma har xil aytar ekan. Men o'zim ham Toshkentni unchalik zo'r bilmayman. Zo'r. Mana shuncha ishchingiz bor, taxminan 4000 ta ishchingiz bor, hozirgi. 4000 ga yaqin. 4000 ga yaqin ishchingiz bor. Hammasiga birinchi oylik berasiz, kimlarga sovg'a berasiz. O'zingizda birinchi oyligingiz necha pul bo'lgan va nimaga sarflagansiz? Men birinchi oyligim 14-15 yoshligimda Verbatimda ishlaganman-da. Kompyuter magazin bo'lardi. O'sha magazinda ishlaganman. 10 ming so'm pul topganman. Ya'ni oylik. Oylik. O'sha payt. Yo'q, oyiga emas, bitta kompyuterni перестановка qilib bersangiz 10 ming so'm berardi-da. O'sha paytda uyiga borib qilib berganman, 10 ming so'm bergan. U pulni olib borib onamga berganman. 10 ming so'm. Juda katta pul emas, juda anav emas, lekin shunaqangi onam duo qilganlarki, nima deydi? Shundan sezganman, ota-onani duosidagi barakani juda kattaligini sezganman. Xudoga shukr, o'shandan beri
Asli powerda bu. Mana shuncha ishingiz borda, ularga nima tavsiya berasiz? Birinchi oyligini qayerga sarflash kerak? Birinchi oyligini duo olishga sarflash kerak. Nimaga aynan shunaqa deb o'ylaysiz? Birinchi oyligini iloji boricha shu ota-onasiga berish kerak. Nima uchun desangiz, u kishilar shu kunni kutib qancha umrini, qancha mehnatini sarflaganda, endi pulni kutishmaydi. O'sha e'tibordi. Otajon, mana birinchi oyligim, onajon, mana ishoning o'sha pul borku, topgan 100 ming, 500 ming dollardan ziyod, olgan uylaridan hamma narsasidan ziyod deb o'ylayman. Chunki farzandni ishlab kelayotgan puli unisini boshqacha aniq. Lekin ishlatmaydi. Ishoning, ota-ona o'sha pulni ham o'zingizga ishlatadi, o'zingizga sarflaydi. Birinchi oyligingizni 10 ming so'm oyingizga bergansiz. Hozir 20 ming to'y quryapsiz. Hali ham oylik berib turasizmi? Shu qo'limizdan kelgancha. Menda bilasiz, bitta zo'r ana odat qilib olganman, Xudoga shukr. Nima katta loyiha, katta ish boshlasam agar, birinchi Xudoyimga beradigan va'dalarim bor. Undan keyin otamni, onamni, singlimni xursand qilib boshlayman. Nima uchun desangiz, dadamga u kun aytdim-da, yaxshimi ishlaring dedi. Yangi loyihani boshlagan payt. Ha, yaxshi dadajon. Mana bitta narsa, dadam ko'p qarshilik qiladilar-da. Bunaqa qilib beray dada, bu yoqqa boring yoki mana pul beray desa, yo'q, buni qilib ol, buni qilib, ishingni qilib ol deydilar-da. Keyin aytaman, dadajon, sizga berilgan puldan menga yangi obyekt, yangi baraka kelyapti. Yangi ishlar ochilib ketyapti. Mana quruvchilardan bitta so'rab ko'ring, bitta loyihani, bitta obyektni ochish juda qiyin. Sizni bir og'iz duoyingiz bilan Xudoyim shunchalik keng qilib beryapti. Siz olib duo qilib turing. Sotuvim zo'r bo'layotganini singlimga kamgina qilgan e'tiborimni Xudoyim shunaqangi baraka berib tashlayapti. Shuning uchun hamma akalar eslab qolsa edi, singilga, opaga qilingan kamgina e'tibor ishoning davlatingizda eng zo'r kalkulyatorda hisoblasangiz ham bunday tez bo'lmaydi. Singil bilan opani duosi bilan juda katta narsalar bo'ladi. Xudoyim beradigan barakasi. Baraka agar 10 ming so'mga, 10 ming dollarga baraka bersa ham boshqacha bo'ladi-da. Shunda barakani siri uydagilarga, opa singilga, onaga, otaga qilgan eng zo'r baraka. Eng zo'r baraka ana shu. Endi savolda, mana boya aytdingizki, men pul olsam, qiladigan ishim bor dedingiz. Ko'pchilik bilmaydi, lekin aytmaysiz ko'pchiligi. Sizda 150 ta farzandingiz bor. 150 ta farzandingiz bor. Shu haqida qisqacha gapirib bering. 150 ta farzandni otasi bo'lish qanaqa? Endi otasi bo'lish emas-ku. Endi shu 150 ta farzandga men ham qo'limdan kelgancha qilay, o'zimni ko'zlagan maqsadlarim, orzularimga hammani menimcha eng yaxshi orzulari bo'ladi. Maqsad nimada bo'lgan aka? Maqsad Qayerdan bu narsa kelib chiqdi? Sizga boyna aytdim-ku, sizga Xudoyimga va'da beramiz deb. Biz har bir ishimizni boshlashimizdan oldin, ey Xudoyim, mana shu narsani boshlayapman, oxiri, o'rtasi, boshini hammasini xayrli qilib bergin. Xudo xohlasa, men mana shu loyihamdan kamida 2 ta oilani uylik qilaman. Kamida 5 ta 10 tagacha farzand ko'paytiraman deb qilamiz. Hozir 30 ga yaqin loyiham bor. Demak, shunga 100 tadan 150 tagacha yetib qoldi. Demak, bitta videoda gapirdingiz. Xayriyani boshida beradi degan gapingiz bor. Shuni bir yana aytib bersangiz. Ha. Uni boshida bersangiz-chi, mana bunaqangi narsa bor-da, o'zi hazil ham borki, birovda askarda parashyut ochilmay qolsa, ey Xudoyim, pastga agar omon tushsam, oti nima edi, 10 ta qo'y, 10 ta ho'kiz so'yaman. Jonim omon qolsin deydi. Tap etib shunaqangi yengil tushadi-yu. Endi qara, odam qo'rqqanda nimalar demaydi deydi-ku. Shuning uchun boshida qilaylik, ertaga hamma narsasi bo'lib yaxshi bo'lib o'tgandan keyin ko'p narsa odamni qaytarib qo'yadi. Shuni qilmasamchi, shuni 5 ta emas, 2 ta qilsamchi deb qo'yasiz. Lekin boshida va'da berib, odam chaqirib qo'liga tutqazganingizdan keyin u narsadan qochib, shunchaki chetlab o'tib keta olmaysiz-ki. Anvar aka, internetda ko'p ko'raman-da. 18 yoshli qizlar mahrga gelik so'rashadi.
Lekin men yaqinda ko'rdim. Siz keneyimga gelik podarka berdingiz, farzand tug'ib berganlari uchun. To'g'rimi? Endi bitta narsa aytaymi, eng asosiysi farzand tug'ib bergani uchun emas, Xudoyim shu ayolni menga ravo ko'rgani uchun qildi. Chunki bitta narsa, bir o'sha ayolim bilan 10 yildan beri, 11 yil bo'ldi. 11 yildan beri birga bitta oilani qurib kelyapmiz. Nima deydi? Ko'p yaxshi narsani niyat qilaman-da. Shunga shu ayolim ham ko'rsin, birga bo'lsin. Va aytasiz-ku 18 yoshda so'ragan, mahrga, anaga deb. Xudoga shukr, shu paytgacha mana shu narsani qilib bering deb bir nima deydi, miyani yemagan. O'zi shunaqangi erkak kishiga qancha mana buni qiling, mana buni qilaylik desa agar qilgisi kelmaydi. Aksariyat erkaklar o'zi bilganini qilgisi keladi. Shuning uchun men o'zim ham aytganman boshidan, onasi menga aytma, men o'zim qilaman, surpriz qilgim keladi. Yaxshi narsalar qilgim keladi, xursand qilgim keladi. Lekin agar sendan eshitib yoki bir namyokdan eshitib ana bo'lsa, aksariyat konkretni qilmayman o'sha narsani, o'zi ham biladi. Shuning uchun kutib ana qilib, Xudoga shukr shu kunga to'g'ri keldi-da, faqat keyin ko'p odam aytdiki, ha 5 ta farzand bo'lgani uchun 5-farzandga qilib beribdi-da deb gap ana qildi, lekin Xudoga shukr undan oldin menga 3 ta farishta qiz tug'ib bergan ular bor. Hech qaysi xafa bo'lib qolmaslik kerak. Xotinda baraka bor deb aytishadi. Bormagan baraka? Bor. Yaxshi. Qanday sezgansiz? Yaxshi ayol kelsa, u qanday sezasiz? Shu oiladagi muhitdan, yurish-turishingizdan. To'ydan oldin qanaqa edingiz, hozir qanaqa bo'ldingiz? To'ydan oldin men ko'p bir marta o'zingizga ham aytdim, esingizda bo'lsa. Hey, yo'q, sizga emas. Men qo'shiq she'rni yozdiryapman-da, tashlab berdi. She'rni shunday o'qib aytyapmanki, telefon qilib, akajon, men unaqa qiynalmaganman. Men unaqa bir nima deydi, she'r shunaqangi yozilganki, yetishmovchilik, qornim to'ymay katta bo'lganman, unaqangi umuman katta bo'lmagan. Unaqangi darajadagi odamlar ham yo'q bizda dedi. Endi to'ydan oldin ham Xudoga shukr, yomon bo'lmagan, yaxshi bo'lgan. Endi baribir o'sha oilamizga kelib, ba'zi narsalar, o'zgarishlar bo'lganda otamni o'zi ko'p aytgan. Qizim, mana shunaqangi yaxshi ishlar bo'ldi, qadaming qutlug' keldi degan. Endi barakasi borligi shu Xudoga shukr, shu hozirgacha yaxshi yuzimiz yorug', oshig'imiz olchi yuribmiz. Ko'p tadbirkorlar yetishgan, shu savolga o'xshash savol bo'ladi. Ko'p tadbirkorlar yetishgan, Jahongir Gardixajayev ham gapirganlar. Kuchli erkakning orqasida kuchli ayol turadi. Albatta. Bu rostmi? Bu конечно rost. Kuchli erkak orqasida kuchli ayol turadi. Ustozimiz aytganmi shu gapni? Nash to'g'ri. Chunki men o'zim mana kecha Otabekka ham aytdim. Juda havas qilamiz ustozga. Shu ustozimizni qilgan narsalaridan ko'p anovlarda o'g'irlaganmiz ishlar. Masalan, xodimlar bilan bo'lgan munosabat, har bitta zo'r narsalarni eshitganman. Mana shu biznesni berdim deydi jo'ramga deydi. Jo'ram ham boy bo'ldim, men ham xursandman. Hatto qancha odamni xursandchiligini oldim. Ishxonasidagi atmosferadan ko'rsangiz, hech kim yo'qda ishchi emas-da. Bir aqlli bir bloger chiqib qoldi. Biz shunaqangi aytib qoladi, tadbirkorlar deydi, jamoani ishlatish uchun deyapti. Biz bir oilamiz, biz bir vatanmiz deydi. Lekin shunday ish ketmasa haydab yuboradi. Jo'rajon, bu ish bo'lganda ham ketiladi. Hamma o'zini aravasini tortish kerak bo'lib qoladi. Oilada ham masalan bir oila ana bo'ladigan bo'lsa, ishi o'xshamaydigan bo'lsa, hamma har tarafdan yig'ilib kelinadi. Lekin oilachilik, aka-ukachilik uzilib ketmaydi. Buni kim qanaqa talqin qilsa-da, shuning uchun biz Diyorjon hozir sizga aytganimda yomon taraflama o'ylaydigan, yomon tarafini o'ylaydigan odamlar ko'payib ketdi. Biz shuning uchun o'ylaganda, bir narsani gapirganda yaxshi tarafi, yaxshi narsasini o'ylashni maslahat berardim. Mana meni o'zim aytayapman, Diyorjon, juda havas qilgan tadbirkorlarim ko'p. Yaqinda bir shu narsani aytib chiqdim. Shu ustoz tadbirkorlarimiz chiqib agar maslahat berib tursa, ishonasizmi yo'qmi? Menga masalan Xudoga shukr maslahat go'yim bor, ustozim bor, otam. Lekin
otam hayot bo'yicha bunaqangi o'zimni tutish, hayotdagi o'rnimni qanday topishim bo'yicha hamma maslahat beradilar. Lekin biznes bo'yicha mana shu ustozlarimiz bosib o'tgan, qilgan yo'llarni aytsalar, juda katta bizga matlab. Demak, Lekin ko'p kishi chiqmaydi. Menga nima keragi bor? Yo'q, men chiqmayman, men ko'rinmayman. Zamon zo'r zamon. Xudoga shukr. Shuncha intervyu, shuncha narsa qilgan bo'lsak, biron marta hali mana bu narsani aytibsan, mana buni bunday qilibsan deb yopishganini ko'rmadik. Lekin qo'limizdan kelgancha biror joyda yomonlik ko'rmaganmiz. Yomon narsa haqida gapirishga haqqimiz yo'q. Xudoga shukr, boyna ham aytdim sizga. Bu yurtda shunday islohot, shunday narsa bo'layotgan davrda sal qimirlasangiz bo'ldi bo'lib qoldi. O'zbekistonda. O'zbekistonda. Nimaga? Yaxshi, zo'r ishlash bir Amerika yaratish kerak emas. Choyxona podkast. O'zbekistonda hozirgi kunda bir ikki eshitib qolamizda, uyda o'tirib, bo'lmayapti, unaqa bo'lib ketyapti, bunday bo'lib ketyapti deb gapiradida, Ish yo'q. ish yo'q deb. Ishoning, mana shu nechta yoshlarimiz chiqib kelyapti. Oddiy misol. Tuninchi akalarimiz, yana bir qarab ko'rsangiz, oddiy o'zimiz Abdurahmon Fozilov akamiz. Qarang, sal mehnat qilib, ko'zga ko'rinib, chopib, yelib yugurib ana qildi. Xudoyim qanaqangi baraka berdi. Bu O'zbekiston Xudoyim nazari tushgan yer. Bu yerda sal qimirlab ota-onaning duosini olib, shu butun xalqqa hamma narsaga to'g'ri keladigan ish qilsa bo'ldi. O'zi bu yog'i Xudoni o'zi yog'dirib tashlaydi. Unchalik aqlli bo'lish shart emas. Yo'q. Ishoning, mana 90% biznesmenimiz aqlli odamlarda aka, uka, jo'ra tutinib, keling birga ishlaylik deb ishlab, shuni orqasidan ana pul qilinadi. Xudoga shukr. Shuning uchun har doim ko'p bir xil paytlari o'zim negativchilarni eshitib qolsam qanchana bo'laman-da. Lekin Instagramga, postlarga yozadi-ku negativ. O'shalarga avval qattiq siqilardim, topib, isbotlab ana qilishga harakat qilardim. Hozir umuman qilmayman. Chunki negativga qanday tushuntirsangiz ham, otasi boy bo'lganda, unisi bunday bo'lganda, bunga kimdir yordam beryapti-da deydi. Lekin birodar, ishla, salgina harakat qil, mevasini tez kunda yeysan. Zo'r narsalar bo'ladi. Ishonch, samimiy ishonch, mana shunaqangi zo'r bo'ladi. Lekin salgina vaqt o'tibchi, ishoning, bitta o'rtog'ida, bitta jo'rasida ko'rsa, kechagina yuruvdi, menga aytib qolsa, kechagina yuruvdi non yopib. Bu ham don boshlabdi-da dedi-da. 10 yil bo'ldi, birodar. Xudoga shukr, harakat qildik, chopdik, bunisi o'xshamadi deb o'tirib qolmadik. Yana yangi biznes boshladik, boshqacha yo'nalishda ketdik. Shuning uchun shunaqangi harakat qilsa, salgina kengroq fikrlasa, zo'r narsalar qilsa bo'ladi. Zo'r. Hali planimiz ham katta. Keyin mana shaxsiy brend masalasiga bordik, negativlar haqida. Men bilamanki, O'zbekistonda eng ko'p blogerlarga pul to'laydigan kompaniyalardan birisizlar. Taxminan mana hisob-kitob, o'zbeklar hisob-kitob qiladi. Meni hisob-kitobim bo'yicha $2 million ga yaqin 2-3 yilda blogerlarga pul sarfladinglar. Shunday deb o'ylaysiz, lekin unaqa katta emas, lekin ko'proq sarflaymiz, chunki hamma yo'lni qilib ko'rdik, Diyorjon. Boshidan boshlab, masalan, blogerlar bilan ishlab ko'rdik, har xil blogerlar bilan, har xil intervyularga chiqdik. Biri bilan to'g'ri keldi, bloger anonimiz, ishimiz biri bilan to'g'ri kelmadi. Xudoga shukr, siz bilan menimcha 2-yil anonimiz, 2-yil bitta narsaga to'xtaldim. Eng zo'ri lishni brend. Lishni brend qilganingizga kelmar ekan. Uni ham lishni brendda xosiyatli bir yaxshi odam bilan qilgan yaxshi ekan. Nima uchun desangiz, men ishlab ko'rdim. Mana siz bilan ham 2 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, biron marta qo'pol yoki bir noto'g'ri boyna aytdingiz. Men 9 da boryapman, 3 da keldi syomkaga deb. Lekin Xudoga shukr harakat qilganman, Diyorjon. O'zimni ham, sizlarni ham kuttirmaslikka. Vaqtida menga qanday munosabat bo'lsa, shunday munosabat qilishga. O'sha uchun
kim bilandir to'g'ri keldi, kim bilandir xayrlashdik, kim bilandir dangani ola boshladik. Eng zo'ri lishniy brend. Xudo xohlasa ko'rasiz. Menimcha juda oz qoldi, chunki hamma emas, aksariyat tadbirkorlarimiz lishniy brendga kirishdi. Lishniy brendda o'zini qadriyati, o'zini yo'nalishi. Agar ishoning sizni yaxshi ko'rsa-chi, o'sha sariyog'ingizni oladi, o'sha sizni qilayotgan ishingizdan nima bo'ladigan bo'lsa, mashinangizni oladi. Shaxsiy brend biznesga foydasi kattami? Juda ham katta. Agar Diyorjon bilan ishlasa, undan ham katta. Rahmat, tavsiya uchun. Reklama uchun. Kimga shaxsiy brend xizmati bo'lsa, bizga aloqa qilishinglar mumkin. Anvar aka, bir kunda 2 marta yashayman degan gapingiz bor. Ha. Shu haqida ham gapirib bering. Tadbirkor shunda bir kunda 2 marta yashab chiqadimi? Nima? Ha, u bir kunda 2 marta yashayman degan gapim bir 2 yilmi, 1 yilmi oldin aytdim. Cho'ta shundan keyin ko'z tegdim, obedda uxlamayapman hozir. Nima uchun desangiz, u viloyatda, bu viloyatda o'qib qolyapmiz. Hozir bir kunda 1 marta yashayapman. Odamlarda avval 2 marta yashayman degan narsa ertalab barvaqt turardim. Tadbirkorni kuniga переговор qiladi, xodimlar bilan ishlaydi, ish masalasi hammasi. Bu hamma nagruzkani Xudoyim siz ko'tara olmaydigan nagruzkadan ziyodini bermaydi, lekin baribir bitta o'rtada pauza qilib, bitta dam olsangiz-chi, yana yangi odam, yana yangi energiya. Shuni kun tartibingiz qanaqa bo'ldi? Ertalab 5 ta turlardi. Borib shu yurib kelardim-da. Oilam bilan zavtrak qilib, keyin obedgacha ish, yana uyga kelardim, dam olardim. Keyin 3 dan keyin ishga chiqardim. Shunda bizda dinimizda ham bor, ertalab bog'li tursa baraka bo'ladi degan gap. Siz 5 ta har kun turib biraman. Chunki men storiesda ko'raman, Telegramda yozib qolasiz. 5:30, 5:48 bog'li turishda baraka bormi va o'zingizni misolingizda gapirib bering, iltimos. Chunki ko'pchilik biladi baraka borligini, lekin hech kim turmaydi ertalab. Bunda baraka bor. Nima uchun desangiz-chi, Diyorjon. Meni otam bizni yoshligimizdan o'rgatgan shu narsaga. Bolam, erta tursang baraka bor. Xudoyim ertalab rizq tarqatganda shu eng oliysini, eng yaxshilarini olib qolasan dedi. Meni ukalarim ham hozir urganda, lekin avval urganmagan paytida ishonasizmi, dadam juda qattiq urishardilar. Bolam, turish kerak, ertalabda baraka bor. Ertalab Xudoyim hammaga rizq tarqatadi. O'zingiz misolingizni aytib bersiz. O'zimning misolimda masalan har kun ertalab turib eng zo'r baraka kunni barakasini sezasiz. Kun qanchalik ko'pligini, ko'p narsaga ulgurishingizni, energiya bo'ladi. Ko'p uxlaganingizda ham u ko'p energiya olaman deydi, energiya olmaydi odamzod. Ota-onam bilan gaplashishga vaqtini yetadi, oilam bilan zavtrak qilishimga vaqtini yetadi. Suhbat qilasiz, ko'p narsani eshitasiz, o'ylaysiz. Ishga borganingizda ham o'sha hamma narsa baraka qanday? Siz любой narsaga yaxshi munosabatda qaraysiz. Og'ir narsani olib kelsang, yengilroq qarab, chiroyli yechim bilan chiqib ketasiz. Mana shularning o'zi baraka. Bir xil o'ylaydik, turdim, mana yurdim, 5 dan turib yurib bo'lmadi-ku dedi. Jo'rajon, bu yoqga ham harakati bor, buni dalchi ishi bor yana. Bitta video rolik ko'rdim Instagramda, bitta aka chiqyaptilar. Ertalab baraka bordi, bog'li turdim. Shunda uydan chiqib kelsam, gay to'xtatib otashtirib yozib berdi. Demak, gay mendan bog'lar turibdi deb aytdilar. Shunda. Demak, gay ota-onasining duosini ham olib chiqqanda, duoni ham olib chiqish kerak. Bitta zo'r gap bor edi. Men o'zim yaxshi ko'rgan filmda, Umid degan filmda, to'g'ri siz chetdan olib kelyapsiz shu oynalarni, lekin shundan sifatli qolishmaydigan narsani men chiqaryapman. Agar siz mendan yukni olsangiz, yana 4 ta o'zbekda qozoni yaxshi qaynaydi, yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi deb aytadi-da, yuragim jizillaganda. Shuning uchun ishonasizmi, yo'qmi Diyorjon? Hozirgacha harakat qilaman. Любой mana belgilab qoladi, ba'zi payt aytib qoladi-da. Salatchi belgilab, salatni ham qo'yib yuborsizmi deydi vida. Ha, pistachini ham qo'ydingiz yaqinda. Yo'q, qilaversin. Menga o'sha boshida bir narsani shunday qilaylik, bitta chiqaraylik degan paytimda faloncha pul bering deyishgan. Menga hech narsasi kerak emas. Shu bitta yana yaxshi, zo'r biznesmen chiqsa bo'ldi. Nima kerak bo'lib? Shu profil qarang. El kuzatdi, el klass bosdi, el kommentariy yozdi, hamma yaxshi deb qabul qildi, shu profil yurdi. To'g'rimi? Shunaqa. Nega endi el bir narsa qo'ygan paytida men bularni отказ qilishim kerak? Shu eldiki yaxshi любой biznesi, yaxshi narsa uchun chiqaradigan bo'lsa, любойga ochiq. Har doim. Keyin savolim bor mana sizda. Siz quruvchisiz, mebel zavodi bor, avtosalon bor, bir nechta proyektlar bor sizda. O'zi
baraka siri nimada? Har bitta ishni baraka siri nimada desangiz, bu Xudoyimga yaxshi katta va'da berib, o'sha va'dani bajarib qilishda. Siz o'sha narsani qilib qo'yganingizdan keyin Xudoyim ishoning qancha odam Xudoyim bilan bahslashgan, hammasi yutqazgan. Men berdim, Xudoyim ham berdi. Oxirida baribir Xudoyim yutdi degan ko'p misollar bor. Masalan, xonadon qurganimizda nechtadir xonadonni ajratib, o'z egalarini topib berishga harakat qilamiz. Hozir masalan mebel fabrikamiz, mebel fabrikamizda shunaqangi maqsad qo'yganmiz, yiliga 50 ta odamga o'sha qiz ota-onasi yo'qdir, yo otasi yo'qdir, yo qiynalib turgan oiladir, o'sha oilalarga spanli mebeli yoki otam bo'lganda mana shu mebelni qilib borardi degan o'ksimasligi uchun o'sha narsalarni qilib beramiz. 100 tagacha oilaga. Ishoning, mana mebel fabrikamizda biz ochganimizga qancha bo'ldi? Yaqin. Hali bo'lgan bo'lsa 5-6 oy bo'ldi showroomlarimizni ochganimizga. O'sha 4 ta showroomimiz bor. Har birida ko'ring odam qanaqa. Hammasida Xudoga shukr, Xudoyim shunaqangi aniq qilib berganki, kelgan mijozlarim 90% yaxshi ko'rib keladi. Xulosa nimada aka? Xulosa shundaki, har bitta boshlayotgan ishingizga Xudoyimni sherik qilib qo'ying, mana shu va'dalarni qilib qo'ying, o'zi yog'dirib yuboradi. Hammasi zo'r bo'ladi. Mana bu video maksimal tadbirkorlikka yuborib qo'yili. Mana Millioner akamizdan maslahat. Anvar aka, yaqinda ikkita gelik oldingiz-da, lekin ko'p ko'ryapman, xitim mashinada yuritsangiz nimaga? Yo'q, gelik yosh bolalar mashinasi ekanda, shunga Nimaga? endi bilib qoldik. Bilmayman, juda ham o'zi unday skoroskga qiziqmaymiz. Juda ham tez, juda ham ana. Shuning uchun yosh bolalar olib qolsa, gelik oldi, har xil videolar qo'yib ana qilar-ku. Shuning uchun Qaysi mashina katta bo'laniki deb o'ylaysiz-da? yaqinda Xudo xohlasa haydab chiqamiz, o'shani ko'rasiz. Gelik qaysi mashina otdilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xudo xolasa ko'ramiz. Yaqin kunlarda ko'pchilik ko'ramiz Instagramda yosh bolalarni, tarbiyasiz bolalar juda ko'p ko'chada. Mana boylar, siz как boy deb taniyman, boylar o'zini farzandiga nima qilishga ruxsat bermaydi. Qatta cheklaydi boylar. Masalan, Diyorjon, meni otam, men tarbiyadan shu narsani olganman, shu narsani o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Meni otam bir kuni gayi to'xtatganda, endi bozorda savdo qilaman, 3-4 so'm pul topdim, salgina ana. Ya, nimaga to'xtatdingiz deganman-da. Indamay turgan. Gayi xodimi, shunday tekshiryapman, chiroyli gaplashib, hujjatlar berib, unaqa qilgan. Shunday ketayotgan paytimizda mana shu tomoni bilan otam urganda, sen qanaqangi muomala qilyapsan? Sen kimning farzandisan? Sen o'zing kimsan? Nimaga bunaqangi gapiryapsan? Nimaga odamlar bilan bo'lgan munosabating bunaqa deb. Men 16-17 yoshimdagi bu tarbiya Xudoga shukr hali esimdan chiqmaydi. Shuning uchun bor kuchim bilan harakat qilaman. Bir qo'pol munosabat qilayotgan bo'lsam, oxirgi daqiqagacha chidab, "Xo'p, kechirasiz, uzr. Ko'p jo'rlarim ham aytadi. Nimaga kechirasiz deb qo'yasan?" deydi. Xo'p, zato yaxshilik bilan bo'lib ketdi-ku, yaxshi shunday tarqadik-ku. Nima keragi bor bu? Bandamiz qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi deb. Farzandimga ham shu narsani o'rgataman. O'g'lim, katta o'g'limga odamlar bilan ko'rishishi, munosabat qilishi, qanaqangi munosabat qilyapti. Menga eng qiziq narsalari shu. 200lamachi bo'lmasin, shu boricha assalomu alaykum, yaxshimisiz so'rashib, u hammamiz bandamiz. Kimgadir Xudoyim mol dunyo bilan sinab qilgan bo'lsa, lekin qalbi go'zal odamlar. Shunaqangi chiroyli munosabat qiladigan, shunaqangi chiroyli tarbiyasi bor odamlar bor. Birovni ko'nglini ranjitib qo'yishday og'ir narsa yo'q. Shuning uchun o'g'limga aytaman. O'zi ham lekin urgan emas. Birov bilan borsa, assalomu alaykum deb, Ha, mana menga xaridorchilar keladi. Avval bilsangiz, shunday kelardi, birdan yuzim titardi. Yo'q, hozir urgani va nima qilib, lekin Xudoga shukr, harakat qilib. Eng yaxshi tarbiya o'zingiz. O'zingiz qandaysiz? Nima qilyapsiz? Men bitta narsani ko'p aytaman. O'zim qilayotgan ishlarimdan ertaga shunaqangi kuyov, shunaqangi oila boshi, shunaqangi farzand kerakmi yo'qmi? Ha, yo'q, yaxshi emas ekan-a? Ha, demak, men shunaqa bo'lishim kerak deb harakat qilamiz. Tushundim, zo'r. Keyin Anvar aka, mana hozir ko'p yoshlarda, mana o'zingiz muammoingizni adingiz aytganlar-da, hozir ko'p yoshlarda qanaqa muammo bor ko'ryapsizki va nimani o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz yoshlarga? Ko'p yoshlardachi menga kelib aytib qoladi. Yaqinda bitta Qirg'izistondan ukamiz keldi, aytdiki, "Meni otam dedi, sizni dadangizdek dedi, duo qilavermaydi-da" dedi. Siz dadangizdek dedi, maslahat beravermaydi-da dedi. Endi qarang,
avvalo u narsani aytish kerak emas. Menga ishonmaydi deyapti-da. Dadam ishonmaydi. Avvalo siz dadangizni, onangizni ishontiring. Ishonchini qozonish kerak. Birinchi bo'lib shulardan boshlash kerak. Ota-ona nima uchun ishonmaydi? Sizga bir tikon kirishidan qo'rqadi. Bu narsa og'ir. Qanday qilaman? Meni dadam aytardilar. Bolam 80 million so'm kredit olgan paytingda men juda uxlolmay chiqqanman. Uyimni sotsam ham 70 million, 60 million bo'lar ekan. Qanday misol qilib aytayapman summasini. Bo'lar ekan. Qanday qilib to'lar ekan bolam deb uxlolmay chiqqan edi. Xuddi shunday. Mana bugungi kunda ishonadilar, biladilar. Katta obyekt olsam ham nima narsa isbotlab bergan. Isbotlab berdi. Shuning uchun farzandlar, avval siz otangizga isbotlab bering, siz yaxshi farzandligingizni, ko'chada so'zingiz ustidan chiqishingizni, hamma narsa. So'zini ustidan chiqmaydi-da, dada 1 soatda kelaman deydi-da, 3 soat o'tadi ham kelmaydi. U ota qanday ishonadi? Ertaga men 1000 ta odamga uy qurmoqchiman desa, qo'y deydi, sen meni xonavayron qilasan deydi. 1 soatga aldayapsan deydi, bu odamlarni yillab aldab berasan deydi-da. Shuning uchun Keyin mana ko'p yoshlar ular ko'chada 1, 2, 3 gacha yuradi, lekin men bilamanki 7-8 bo'ldi, bolalar qayer men uyga deb ketasiz. uzoq 10 gacha. Uzoq o'ngacha. Nimaga unaqa? Endi qarang, ertalab o'sha rejimga, o'sha jarayonga tushishga bizda ham bo'ladi, ba'zida 1-2 bo'ladi. U yilda 2 marta yo 3 marta. Lekin Xudoga shukr harakat qilamiz. Birinchidan men bir kunlik uyqusini buzsam otam-onam. Men otam uxlamaydi. Javob uxlamaydi, onam ham kutib o'tiradi. Shunday kelsam, kirgan joyda holda o'tiradilar dada. Ko'zlari ochilib yopilib o'tiradilar. Shu odamni uyqusini men qirqayapman. Shu odamni asabini yeyapman. Ertaga turib ketishimda shu odam keyin ishing yaxshi bo'lsin, xalqqa, elga manfaating tegsin deb duo qiladi. Yaxshi borib kel, ertaroq kel deydi. Shu ko'p sababi bor. Erta kelganingizdan keyin ertaga bu kunisiga ham barvaqt vaqtida qilingan va'dalaringiz ustidan chiqishga harakat qila olasiz hammasini. Asosda odam o'rganadi. Va'dadan chiqib ketishdi, oddiy hol qilib qabul qilib qolishdi. Xudoga shukr, bir narsa va'da bersak, ustidan chiqishimiz kerak. Ko'zlagan maqsadimizchi, Diyorjon, bir kun emas. Uzoq, 10 yil, 20 yil. Men ishimni boshlagan paytimdan ham el xalq tanimasdi. Hech kim bir yomon munosabat, yomon bo'lmagan, tanimagan, hech kim qilmagan. Lekin o'sha paytida ham ishlab dadam bos yaxshi bo'ladi, qilaver, zo'r bo'ladi. Ko'rasan deb ishontirib qilganlar. Xudoga shukr, kunga kelib yillab o'tib yaxshi bo'ldi. O'sha uchun hozir ham qilayotgan harakatimiz ertaga 10 yildan keyin ham odamlarning oldiga borgandan keyin bunga yer bermoqchiman desa, bo'ldi, ber. Bu va'dasini ustidan chiqadi. Pulini menga mana bunday va'da berdi, men shunday qilib berdi. O'tmadi, hamma narsasini qilib berdi. Endi ishimiz bo'yicha-da. Mashhur bo'lish foydalimi yoki yo'qmi? O'z misolingizni bering. Agar yaxshi foydalansangiz foydali. Masalan, agar uni bir xillar kibrga berilib, 4 ta odam kuzatayotganini, 4 ta odam yaxshi munosabat qilayotganini yomon tarafga oladigan bo'lsa yomon. Oddiy, mana ishingiz yaxshi ketib turibdi. O'zgarmang iloyim, yaxshi bo'lsin. Ishingizda ham, reklamangizda ham, hamma ishonchi ham hammasi zo'r bo'ladi. Bu narsadan. Masalan, men bitta narsa o'zimizning qadriyatimiz bor. Reklamaga chaqirganimizda har qanaqa blogerni chaqirmaymiz. U odam qanday kuldiradigan bo'lsa, yaxshi reklama qiladigan bo'lsa, qanaqangi yaxshi kompaniyalarda reklama qilgan. Biz hech qachon bitta yaxshi narsani yaqinda eshitib ham qoldim. O'shanga misol yana bitta. Atir sotadigan magazinda deyapti. Bunaqangi buzuq qizlar reklama qilib chiqyapti dedi. Endi ishoning, mana bu yaxshi oilani qizi borib u yoqdan olmaydi-da. U sepadigan atirni sepamanmi degan mana. Shuning uchun biz ham uyimizda, xonadonimizda reklama qilsak, va'dasida turganmi, yaxshi odammi, yaxshi insonmi ishlaymiz. Har bitta biznes bloger chaqirayotganda pozitsiyasiga qarash, hammasiga qarash kerak. Qadriyatigacha qarash kerak. Bizlar bilan shunaqangi bo'lgan, yillik kontrakt bo'lgan, qadriyati to'g'ri kelmagan, bizga bo'lgan muomalasi to'g'ri kelmagan uzganmiz. Xudoga shukr, Xudoyim boshqa tomondan, yaxshi tomondan berdi. Zo'r. Anvar aka, oxirgi marta qachon yig'lagansiz? Oxirgi marta men o'zi unaqa hayotga og'ir qaramayman. Shuning uchun bunday o'zi erkak kishi yig'laganni, bir siqilganni uncha ko'rsatib olmayman. Shuning uchun men yig'lash, mahang narsalar haqida ham aytmayman ham. Yig'lamayman ham.
Chunki shunday go'zal hayot, shunday yaxshi bu qalb qoralashib ketganidan emas. Yana bizga hech qachon negativ kommentariy, negativ anavilar bo'lmaganda. Chunki harakat qilganmiz. Yaxshi ish qilishga, yaxshi narsalar haqida gapirishga. Hozir bitta yarim chiqyapti. U ham deng begona emas. U ham begona odamlar emas. Negativsiga chiqyapti. Ha. Doim nimadir qilgan yaxshiligingizdan har doim odam sinaladi. Men bu narsani ko'p eshitganman, endi guvoh bo'lyapman. Nechta odamga o'sha uyini, boshqasini olishida kelgan bo'lsa, o'lib qolyapman, mana bunday yordam qiling, bunday qiling degan odamlar bilan albatta bir narsasida sinalganman. Yaqinda dadamda bir o'rtoqlari bor. Shunga uy berdik. Uy sotib bo'lganmiz, uni faqat naqd pulga sotishimiz kerak. Anvarjon, unday bo'lib qoldi, o'g'lim, bunday bo'lib qoldi, shu uyingdan qilib ber, boshlanish to'lovisiz qilib ber deb qilib berdi. O'sha bola 4-5 kishiga yig'ilib bizga kotelni qilib bermadi, unisini qilib bermadi, bunisini qilib bermadi deyapti. Yo'q narsalardi. Kotelni qilinishi, o'sha xarajatini aytganimizda hech kim ana qilmagan. Xarajatiga hech qaysi turib bermagan. U narsani tushuntirib, xalqni oldida shunday chiqib qarasam, glavnisi shu bola bo'lib chiqyapti-da. Juda odam uchun yomon ta'sir qiladi, yomon ana qilinadi. Xudoga shukr, xayr dedim. Shu bilan men o'zim ana qilib qo'yaman. Agar u bilan talashib, unga yomonlik qilganimda-chi, ana bo'lib qoladi. Nima deydi? O'sha qilingan savob ham hammasi ketib qoladi. Keyin birdan aytdimki, akamga indamang dedim. Mayli. Bu shunaqangi bo'lsa, biz shunaqangi odam emas-ku, mayli. Ertaga xatosini bilib, bir umr uyalib yursin, oldimda qo'ydim. Keyin Anvar aka ko'p tadbirkorlarni bilaman. Ular ofisida o'tirib, zo'r sharoit o'ziga qiladi, to'liq uni polda deydi, poliga chiqmaydi. Faqat ofisda kameralarda kuzatadi. Lekin men sizga qarab bir har doim savol bo'lardi-manda. Nimaga sizda shuncha qurilish bo'lsa, har bitta qurilishga oddiy kimda borib, o'zingiz tekshirasiz nimaga? Yo'q. Endi qarangda, doktor kasalni quvonchini ushlamasa, ko'rmasa, qanday biladi u qayerda og'riyapti, qayerda ana bo'layotgan? Xuddi shunday. Men o'zim ham ko'p aytaman-da. Bolalar aytib qolsa, men kuchli sotuvchi emasman. Kuchli quruvchi bo'lishim kerak. Men borib, obyektni ko'rib, o'sha uchun e'tibor bergansizmi yo'qmi? O'zim va'da beraman. Qachonga topshiramiz? Shunga. Bo'ldi, unga emas, mana bu chislga 26-ga topshiramiz. Mana bunday vaqtga topshiramiz deb va'da berib, chiroyli qilib ana qilib ketaman. Bu qizim edi. Va'da berib, o'sha narsani chislosini konkretni aytib ketaman. Uning uchun endi nima deydi? O'sha joyda siz ham mana buni ichida yurmasangiz, mana shunday natijaga ana bo'lmaydi. Erishmaysiz. Shuning uchun men ham bir natija, bir narsani konkretni bilib, ko'rib, va'da berishimni aniq ayta olishim shundan deb o'ylayman. Dadam bitta zo'r narsani aytardilar-da. Men arxitektura institutiga kirganimda, o'g'lim, men ustozim aytgan. Dadam quruvchilik fakultetini bitirgan, men arxitektura. Ustozim aytgan, arxitektor onani qornidagi bolani tasavvur qila olish kerak. Qanaqa qosh, qanaqa ko'zi, qanaqa degan narsani endi bu majoziy ma'noda-da. Nima demoqchilar dadam? Chizilgan proyektni shunday planiga qarab, anonsiga qarab, mana shu yerda qanday turishi, qanaqangi chiroy berishi, qaysi tomondan tursa, shamolga qanday tursa, qanday bo'lishini tasavvur qila olish kerak. Xuddi shunday Xudoga shukr shu narsani o'rgatgan ustozlarimiz, dadamiz tasavvur qila olamiz. Shuning uchun mana bu yerga bu narsani qo'yamiz desa, yo'q deyman. Roza vitrov qaysi tomonda, shamol qaysi tomonda, bu quyosh qanday tushadi, hammasini o'ylab. Har bitta protsessni o'zingiz kontrol qilasiz. Da. Menga shu qiziqroq, ofisdan ko'ra u qiziqroq. Ofisda o'tirsangiz kelaveradi. Yordam bering. Hozir ko'paygan. Haqlilari qolib ketib, o'sha bilib ham qolar ekansiz. O'zim aloqaga chiqaman deb ana qilasiz. Lekin haqlisi, haqiqiysi kamdan kam keladi. Uni ori borda, uni anamiz yuragi dosh bermaydi, qo'ymaydi-da, bor so'ra deyishga-da. Uni izlab topishimiz kerak-da. To'g'ri aytasiz. Masalan, mana
Millioner klubini 1 yil oldin boshlaganman-da. Hali bitta millioner akam bor edi. Oybek ham bitta millioner akam bor edilar. Keyin shu bilan ulanib sizdan intervyu oldik. Bahrom aka Gaziyevdan intervyu oldik. U bu bo'lib 1 yilda 65 ta millioner bilan tanishgan ekanmiz. Zo'rdi buni. Hali xudo xohlasa bu boshlanishi. Bizda o'zimizda krugimizdagi odamlardan oldingiz, Diyorjon. Mana Bahrom aka chiqdi keyin zo'r tadbirkorlardan. Hali xudo xohlasa bundan ham kuchli top quruvchilardan olasiz. Ishoning sizga qiziqib turibdi. Xudo xolasa mana biz bir akamlar aloqaga chiqdilar. Top quruvchi, omma taniydigan, xudo xolasa yaqinda kontrakt tuzishimiz kerak ular bilan. Iloyim. Xudo xohlasa tuzasiz. Chunki sizdagi xarakter, sizdagi mana bu tarbiya bu juda zo'r. Xudo xohlasa asosiy qismimiz tugadi. Endi Anvar akaning qo'llaridan shu osh yeb ko'ramiz. Xudo xohlasa. Keyingi lokatsiyamiz shu Tapshan bo'ladi. Maqillaring bo'lmasan. Choyxona podcast. Xudo xohlasa mana oshimiz ham tayyor. Samarqandlik jaydar oshi tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa endi boshlaymiz. Boshlab beringlar akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Nima kamchiligi bo'lgan bo'lsa jo'ramdan. Chunki men oshni birinchi marta qilyapman. Aytib turdi bu. Zo'r bo'ldi. Samarqand oshi bo'ldi. Hayotimda eng yoqtiradigan oshim Samarqand oshi. Yaqindan bo'ldi. Oldin bilmirdim. Anvar aka savol. Intervyu olganimizda ham Otabek yoningizda edi. Har bitta syomka qilsak Otabek yoningizda. Любой Otabek bilan birgasiz. Nimaga? Unaqa hardan birga yurasiz? Yo'q, bitta Otabek emas. Alisher jo'ramiz. Biz ko'pincha jo'ralar bilan yuramiz. Maqsadimiz bor. Shu nimadir video, nimadir narsa chiqayotganda qanaqadir manfaat bo'lsin. Hammaga. Bizlarda ham yoshlar kuzatadi, nima qiladi. O'shanda jo'rachilikni ko'rsin qanaqangi ana. Xudoga shukr birga o'tkazgan vaqtimizga achinmaymiz. Necha yil bildingizlar? 20 yil bo'ldi past. 20 yil bo'ldi. 15 yoshdan beri tanishmiz, 15-16 yoshdan beri. Yo'q. Sizlar ko'pchilik qanaqa tanigan? Men bu uyimni jo'ramga berib yubordim degan gap bizdan keyin. Endi birga mehnat qilamiz, birga yuramiz. O'zini addenli ishlari bor. Bu aytsa bu bilan borib ko'rib kelamiz. Kecha masalan Qo'qonda yig'inimiz bordi quruvchilar bilan. Shunga har doim borib birga qatnashamiz. Hammamiz o'sha klubda a'zomiz. Xudoga shukr, yaxshi o'tkazib keldik. Bugun endi intervyu bor edi. Alisher juda ham srochniy ishi bo'lgani uchun ketdi. Olma akamiz ham ketdi. Otabek jo'raga iltimos qildik. Bo'ldi, osh qilish kim bilan deb men dedim, shim bilan birgamiz. Xudo xohlasa ko'pga misol bo'lamiz, ko'pga qanday jo'rachilik qilish kerak, qanday ota-onani hurmat qilish kerak, xizmatini qilish kerak, hammasini ko'rsatmoqchimiz. Ko'p odam aytadi, bilasizmi? Do'st bunaqa bo'lish kerak, u bo'lish kerak, bu bo'lish kerak deb aytadi. Biz shu narsani shunday aytmoqchimizki, odamlar aytayapti-ku, bunaqa bo'lsin, do'stingizga yuborib qo'ying deb aniqlaring. Shu uchovimizda yoki 2 kishi yo 3 kishi yurganimizda ko'rsa, bir-biriga jo'natib qo'yish kerak. Nima uchun desangiz, oqibatimiz shularnikiday bo'lsin, bo'ldi degan maqsadda. Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Shu paytgacha bir mayda gap so'zga hech narsaga uchmasdan shu paytgacha keldik. Xudo xohlasa bundan buyog'iga maqsadimiz bor. Farzandlarimiz bizlardan ko'ra yaxshi do'st bo'lish uchun. Mana shu narsani kuchli maqsad qilib do'stlashsin. Chunki mana do'stimiz bilan ko'p eshitib qolamiz. Do'stingiz bilan o'tkazgan vaqtingizga, yegan taomingizga, yaxshi kuningizga so'ralmaysiz dedi. Shuning uchun
Qani? Endi Diyorjon, butun jamoa hamma qarab turibdi. Hammamiz birgalashib osh yesak-da. Menimcha yomon bo'lmadi. Beraman degan savollaringiz, men o'ylab qo'ygan narsalaringizni berib bo'ldingiz. Shuning uchun bu dasturxonga emas, o'zingizning ishingizga. Ilohim Xudoyim yuzingizni yorug' qilsin. Katta yo'lga, yaxshi yo'lga otlangansiz. Ilohim shu yo'lingiz ravon bo'lib, topganingizda yaxshi kunlarga, yaqinda oila qurdingiz, oilangiz bilan, onangiz bilan, akangiz bilan, do'sti, birodar, butun korxonaga yaxshi joylarga nasib qilsin topganingiz. Ilohim sarf qilishda ham Xudoyim shunday qilib qo'ysinki, faqat ezgu ishlarga, savobli ishlarga katta zakot berib yuruvchilardan qilsin. Ilohim yuzingiz yorug' bo'lsin. Bundan boshlanishda mana bizlarday tadbirkorlar bilan boshladingiz, mayda tadbirkorlar bilan. Ilohim top, eng zo'r, eng kuchli tadbirkorlar. O'zbekistonimizda juda ko'p kuchli tadbirkorlar, millionerlarimiz bor. O'shalar bilan olib, aka birinchisini siz bilan boshladik, bugun bu kishi bilan olyapman. Eng katta tadbirkor bilan olyapman deb, ilohim shunaqangi zo'r intervyular olib yuring. Shu intervyudan ko'rgan yigitlar, aka-ukalarimiz, yaxshi insonlar shu menga motivatsiya bo'ldi. Men ham Diyor aka ko'rib qolib, Diyor aka sizni ko'rdim. Shu intervyularingizni ko'rib, men ham millioner bo'lib ketdim. Qachon kelasiz deb har doim so'rayversin. Alloh akbar. Yurtimizda boy ko'paysin. Rahmat. Elim yurtim desin. Shuning uchun biz birinchi bo'lib ustozimizdan chaqiramiz, ularning duosini olamiz va keyingi intervyu, keyingi podkastga Xudo xolisa qo'l uramiz va bizda keyingi an'ana bor. Har bitta kelgan mehmonimizni keyingi mehmonni chaqirish kerak bo'ladi. Shuning uchun kim 3 ta odamni chaqirib bera olasiz? 3 ta odamni ko'p aytsak bo'ladi-yu, ko'plari chiqishmaydi. Shu yaqinda shu narsaga ham aytib o'tdim, chiqingizlar deb iltimos qildik. Farhod akani iltimos qilsak bo'ladi. Farhod aka so'rab ko'ramiz. Globot Mebel, Mondelux juda firmalarning brendi juda baland. Xurshid akam bor. Bizda mana shu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishimizga juda katta sababchi bo'lgan inson. Xurshid akaga aytsak bo'ladi, Xurshid aka To'rayevga. 3-chi odam? 3-chi odam kimdan ahsan? Blogerlardan kimdir chaqirib bering. Blogerlardan 2 kishini aytamiz. Yo O'tkir Shodmonov, yo Mo'min akani. Unda kommentariyada belgilanglar keyingi intervyuga chaqirishimizni Xudo xohlasa keyingi intervyuda ko'rishguncha. Sog' bo'lingizlar. Avvaliga o'tgan safar ham sovg'a zo'r qo'yib berdingiz intervyumizga. Bu safarga ham bizani kuzatuvchilarga bir sovg'a qo'yib bering aka. Bo'ldi. 10 ta postingizga, 10 ta chiqargan postingizga hammasini aytib chiqaring. Niyat qilgan kuchli tadbirkor bo'laman degan bolalar eng zo'r kommentariylar yozsin, ota-onasidan duoni olib yozsin. Eng zo'rlariga 10 ta postingizga, 10 ta kommentariyingizga $200 beramiz. Mana 10 ta kommentariy YouTube'da yozinglar, 10 ta reels qo'yinglar Instagramga, xudo xolasa har bitta 10 tasiga biz $200 beramiz. Rahmat Anvar aka, suhbat uchun rozi bo'ling vaqtingizga. Xudo xolasa keyingi suhbatimizda ko'rishguncha. Zo'r. Ko'ringlar, o'tiringlar bolalar. Choyxona podkast. Choyxona podkast.